10 yilning qanday fasllarga bo'linishini o'rganamiz. Ularning barchasi o'ziga xos va qiziqarli. Tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Mana Yer. Yer Quyosh atrofida aylangan sari yil fasllari almashadi. Har bir fasl Yerning Quyoshga qanday qarashiga bog'liq. Bahorda tabiat uyg'onadi, daraxtlar ko'karadi, gullar ochiladi. Bahorda havo iliqroq bo'ladi va tez-tez yomg'ir yog'ishi ham mumkin. Bahordan keyin esa yoz keladi. Yoz eng issiq fasl. Quyosh sharaqlab, havo juda issiq bo'ladi. Hammamiz ko'proq tashqarida vaqt o'tkazishimiz keladi. Maktabdan ta'tilga chiqamiz. Yozdan keyin kuz boshlanadi. Kuz mevalar mavsumi. Kuzda hamma mevalar pishib yetiladi. Keyin esa daraxtlarning yaproqlari sarg'ayib, to'kila boshlaydi. Kuzda havo sokinlashadi va yomg'ir yog'ishi ham ehtimoli bor. Va nihoyat qish keladi. Qishda havo sovuq, qor yog'adi. Hamma joy oppoq bo'ladi va biz issiq kiyim kiyib qor bo'roni o'ynaymiz. Shunday qilib, Yer Quyosh atrofida bir marta aylanganda 4 fasl: bahor, yoz, kuz va qish almashadi. Har yili bular qayta-qayta takrorlanadi. Har bir faslning o'ziga xos ob-havosi va tabiiy o'zgarishlari bor. Bahorda gullar ochiladi, yozda quyosh charaqlaydi, kuzda yaproqlar sarg'ayadi va qishda esa qor yog'adi. Ana endi siz yilning 4 fasli: bahor, yoz, kuz va qish qanday almashinib kelishini bilasiz. Ularning hammasi Yerning Quyosh atrofida aylanishi sababli yuz beradi. Tabiiy fanlar bilan o'qish va o'sishda davom eting.